Assalomu alaykum. Men hozir lug'at yodlashda va listening qilishda e'tibor berish kerak bo'lgan muhim narsalarni aytib o'tmoqchiman. Birinchisi lug'at haqida gaplashsak. Ya'ni lug'at yodlashda qanaqa holat bor? Odatiy, ya'ni flashkard yoki mnemonik usulda emas, odatiy usulda yodlaganda har bitta so'zni alohidadan yodlab chiqamiz. Aytim, buyum narsa, offer taklif qilmoq 5-10 martadan qaytarib chiqamizda va odatda ikkinchi tarafda to'sib qo'ygan holatda aytib ko'rishimiz kerak. Aytim, buyum narsa, offer taklif qilmoq, price narx, product. Eslolmadim, javobini ochib qarayman, mahsulot ekan va yopaman. Shu joyda e'tibor berish kerak bo'lgan jihati, endi pastga property qilib davom etib ketmayman. Tepaga qaytib chiqishim kerak birinchi so'zga. Yana boshqatdan item narsa, offer narx, offer taklif qilmoq, price narx, product. Eslay olamanmi, yo'qmi? Agar eslay olsam, keyin pastga tushaman. Bo'lmasa yana boshqatdan tepaga chiqishim kerak. Bu nimaga kerak? Bu sizni miyangizga signal yuboradiki, agar hozir produktni eslab qolmasam, aytolmasam, yana boshqatdan tepadan aytib tushishim kerak degan narsani yuboradi. Bu natijada miyani fokusini, diqqatini oshirib beradi. Ya'ni lug'at yodlashda konsentratsiya, sizni diqqat e'tiboringiz muhim rol o'ynaydi. Shu narsa bizga foydali bo'ladi va ingliz tilidan o'zbek tiliga yodlayotganimizda ham xuddi shunaqa. Shu usulda boshdan oxirigacha ayta olyapsiz, umuman qaramasdan bexato. Endi bu siz bir qator yodladingiz degani. Lekin esingizda qoladi degani bas. Xo'p, bu nima degani deydigan bo'lsa, endi muhim jihat nima desak, e'tibor bering. Bizda forgetting curve degan narsa bor, ya'ni bu unutish egri chizig'i deymizmi? So'zni birinchi kuni yodladingiz va u katta miqdorda va katta tezlikda unutish boshlanadi. Miya uni unutishni boshlaydi. Yana aytaylik, o'rtacha 6 kunda mana qizil chiziqda ko'rishingiz mumkin. Deyarli 90% ma'lumotni unutib bo'lasiz. O'sha yodlagan 20 ta so'zingiz 6 kundan keyin 90% unutiladi. Bir marta o'sha bir kun yodlaganingizdan keyin qaytib qaramasangiz. Shuning uchun siz agar uni aytaylik ikkinchi kuni bir marta qaytarib qo'ydingiz, bu xuddi yiqilayotgan narsani bunday turgizib qo'yishga o'xshaydi. Endi u unutish tezligi ham pasayadi va miqdori kamayadi. Mana bunda 6 kundan keyin sal ko'proq narsa esda qolyapti. Aytaylik bir haftadan keyin yana qaytarib qo'ydi. Bunda nima oshyapti? Mana bu saqlanib qolayotgan ma'lumotning hajmi oshyapti. Va aytaylik bir oydan keyin yana qaytaryapsiz, katta miqdorda ma'lumot sizda esda qoldi, endi unutilmayapti u. Ya'ni bu unutilmasdan mana bu ma'lumotni hajmini saqlab qolish nimaga bog'liq ekan? Bizni mana bu vaqt oralig'ida takrorlab turishimizga bog'liq ekan. Takrorlashni muhim deyishni sababi shu. Xuddi yiqilayotgan narsani turgizib qo'yishga o'xshaydi. Bir marta yodlagan 20 ta so'zingizga qaytib qaramasangiz, bir oydan keyin ustozingiz imtihon qilganda 4 tasini topasiz, qolganini eslolmay turaverasiz. Shuning uchun aytaylik, o'rtacha birinchi kun yodlaganingizdan keyin darsga topshirishdan oldin 2 marta yodlash kerak. Yodladingiz, uxlab turdingiz, ertasiga darsga borishdan oldin yana bir marta yodlab, keyin borsangiz 20 tadan 20 ta javob bera olasiz. Keyin aytaylik, vaqtingiz bo'lmasa bir haftada yodlab takrorlab qo'ying va aytaylik keyin bir oyda yana barcha yodlagan so'zlaringizni qaytarib chiqing. Bir oyda faqat 20 ta so'z yodlamayman-ku deydigan bo'lsangiz, nechta yodlagan bo'lsangiz, hammasiga vaqt ajratsangiz bo'ladi bir oyda. Shu narsani e'tiborga olishimiz kerak. Endi lug'at yodlashda yana boshiga qaytish degan narsa shu. Ya'ni eng muhim jihati miyani diqqatini oshirishga majbur qilish. Listeningda buni qana bog'liqligi bor deydigan bo'lsak, lug'at bilan listeningda bog'liqligi ko'p. Masalan, siz qancha listeningni mashq qilmang, lekin lug'at darajangiz yetarli bo'lmasa, baribir o'sish bo'lmaydi. Lug'atga juda ham bog'liq. Endi hozir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati, aytaylik, mana bu mashqda 5 ta bo'shliq bor ekan, audioda eshitasiz va kerakli 5 ta so'z topib to'ldirishingiz kerak. Bunda ustozingiz demak topshiriq berishi mumkin. Imtihondagi o'zi bir marta qo'yiladi. Lekin mashq qilayotganda qayta-qayta eshitish mumkin audioda. Aytaylik, ustoz topshiriq berdi. 10 marta, 20 marta, necha marta eshitsang ham 5 tadan 5 ta hammasini to'g'ri topish kerak. Asosiysi to'g'ri topishni mashq qilib ol deyiladigan bo'lsa, o'quvchilar nima qiladi? Birinchi savolni javobini topdi, ikkinchisi soat yozish kerak ekan, soatni eshitdi-yu, yozishga ulgurmadi, topolmadi. Nima qiladi? Tezda pauza qilib, jichcha orqaga qaytarib yozishga harakat qiladi. Mana shu narsa eng katta xato bo'ladi. Shu joyda nima qilish kerak edi? O'tib ketgandan keyin endi iloji yo'q, oxirigacha eshitish kerak va yana boshidan audioda qo'yib ketish kerak. Ya'ni necha marta qayta eshitsangiz mayli, lekin pauza qilish, to'xtatish mumkin bas listeningda ham. Nimaga? Yana hozirgi ish. Siz ikkinchisida soat yozolmadingiz, o'tib ketdi. Endi siz majbursiz oxirigacha eshitishga va yana boshidan eshitgan narsalaringizni eshitib o'tirishga majbursiz. Bu sizni miyangizga yana signal yuboradi. Agar hozir soatni eshitib ulgib yozolmasam, yana boshqatdan eshitib o'tirishim kerak degan. Bu yana fokusingizni siz oshirib beradi. Listeningda ham konsentratsiya, fokus muhim. Aynan shuning uchun
Pauza qilmasdan qayta-qayta eshitishingiz kerak. Bilgan narsalaringizni yana eshitaverasiz, zerikkaningizdan ham oxiri mana uni topishda o'rganasiz va audioga moslashadi sizni ham tezligingiz. Mana shu narsalarga e'tibor beradigan bo'lsak, darslarimiz yanayam sifatli bo'ladi.